Assalomu alaykum kanal kuzatuvchilari. Navbatdagi darvozamiz Farg'ona viloyati Quva shahriga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz rasmiylarga keladigan bo'lsak, eni 3.40, balandligi 3.70 bo'lgan. Dubay fasondagi darvozamiz. Ko'rib sifatiga baho beraverasizlar. Tagi 10 shiveller, yonlari 10 ga 10 profilda bo'lgan 2.2 stenkasida. Listlarimiz 1.8. Kalitga kirish qismiga kalitga o'rnatib berganmiz. Eni 1.20, balandligi 2.5 metr bo'lgan. Zamovlarimiz Zubur zamov. Ko'rib sifatiga baho beraverasizlar. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. O'zbekiston bo'ylab ustanovka dastavkalarimiz mutlaqo bepul.